Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensionerlar, ularning farzandlari va qarindoshlari bilishi shart bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 10 oktyabrdan boshlab ayrim pensionerlar uchun kutilmagan muammolar paydo bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketmoqda. Bu pulning kechikishi, hujjatdagi xato, bank kartasi bloklanishi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot mos kelmasligi yoki pensiya to'lovida vaqtincha to'xtalish bo'lishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun emas, balki oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. Chunki pensioner uchun pensiya oddiy pul emas. Bu dori darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, nabiraga yordam, uy ro'zg'or xarajati degani. Agar bitta oy pensiya kechiksa ham ko'pchilik oilada katta tashvish boshlanadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi yosh katta insonlarga yetkazing. Men avvalo oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari ko'p pensionerlar pensiyasini yillar davomida bir xil tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasiga olgan, kimdir naqd shaklida olgan, kimdir ishonchnoma orqali farzandiga oldirgan, yana kimdir boshqa viloyatda yashab turib, eski manzili bo'yicha pensiya olgan. Ko'p hollarda tizim bunga uncha chuqur aralashmagan. Hujjatlarda mayda xato bo'lsa ham, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa ham, telefon raqam yangilanmagan bo'lsa ham, odamlar yillar davomida pensiyasini olib kelgan. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari, pensiya jamg'armasi, banklar, soliq, FHDYO, migratsiya, mahalla va boshqa elektron bazalar o'zaro ko'proq bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi pensioner haqidagi ma'lumotlar faqat bitta papkadagi qog'ozga qarab emas, turli elektron bazalar orqali ham solishtiriladi. Pasport ma'lumoti, tug'ilgan sana, yashash manzili, bank hisob raqami, hayotlik holati, nogironlik guruhi, ish staji, qo'shimcha nafaqa olish huquqi, chet elga chiqish yoki boshqa hududda yashash kabi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Aslida bunday tekshiruvning maqsadi noto'g'ri to'lovlarni kamaytirish. Bir odam nomiga 2 marta pul chiqmasligi, vafot etgan shaxs nomiga pensiya davom etmasligi, soxta hujjatlar orqali nafaqa olinmasligi kabi holatlarni oldini olishdir. Lekin amalda halol pensionerlar ham qiynalib qolishi mumkin. Nega? Chunki tizim xatoni ko'rsa, avval to'lovni ushlab turishi, keyin odamdan hujjat talab qilishi mumkin. Pensioner esa bu jarayonda nima bo'lganini tushunmay, bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya bo'limi boshqa hujjat so'raydi. Mahalla esa yana boshqa ma'lumot kerak deydi. Men ko'p ko'radigan eng katta muammo shuki, odamlar pensiya to'xtaganda emas, pensiya tushmaganda harakat boshlaydi. Aslida esa muammo oldindan bilinadi. Pasport almashtirilgan, karta muddati tugagan, yashash manzili o'zgargan, ishonchnoma eskirgan, nogironlik muddati tugagan, telefon raqam boshqa odam nomida, bank hisobida cheklov bor. Mana shu kichik ko'ringan masalalar 10 oktyabrdan keyin ayrimlar uchun katta bosh og'riqqa aylanishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar xavf guruhida ekanini aytaman. Agar siz pensiyani o'zingiz bank kartangizga olib, pasportingiz yangi, yashash manzilingiz aniq, kartangiz ishlayapti, telefon raqamingiz o'zingizda, pensiya hujjatlaringiz joyida bo'lsa, siz vahimaga tushmasligingiz kerak. Sizga odatda hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchisi, pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Masalan, siz eski pasport bilan pensiyaga chiqqansiz. Keyin ID karta olgansiz, lekin pensiya bo'limiga yangi hujjat ma'lumotlarini kiritmagansiz. Bankda bir ma'lumot, pensiya bazasida boshqa ma'lumot tursa, to'lovda savol paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda odamning ayb bo'lmasligi ham mumkin, lekin tizim ma'lumot mos emas deb ko'rsatadi. Ikkinchisi, bank kartasi muddati tugaganlar. Misol uchun, pensioner opa har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartaning muddati sentyabrda tugagan, lekin u buni bilmagan. Oktyabrda pensiya chiqadi, ammo karta faol bo'lmagani uchun pul ko'rinmaydi yoki qaytadi. Opa bankka boradi, bank yangi karta ochadi. Keyin pensiya jamg'armasiga yangi hisob raqamini bog'latish kerak bo'ladi. Natijada 3 kunlik ish 10 kunga cho'ziladi. Agar shu pulga dori olinishi kerak bo'lsa, bu pensioner uchun jiddiy muammo. Uchinchisi, pensiyani ishonchnoma orqali oladiganlar. Masalan, otaxon yura olmaydi, o'g'li ishonchnoma asosida pensiyasini olib keladi. Ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa yoki ishonchnomadagi pasport ma'lumoti eski bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin.
Bu holda bank xodimini ayblash to'g'ri emas. Chunki u hujjatsiz pul bera olmaydi. Shuning uchun ishonchnomaning amal qilish muddati undagi ism familiya, pasport raqami va vakolat aniq yozilganini tekshirish kerak. 4-si boshqa joyda yashab turgan pensionerlar. Masalan, pensioneri Samarqandda ro'yxatda turadi, lekin Toshkentda qizining uyida yashaydi. Pensiya esa eski hudud bo'yicha rasmiylashtirilgan. Agar yashash joyi, bank filiali yoki mahalla ma'lumotlari bo'yicha tekshiruv chiqsa, undan qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa uzoq muddat boshqa hududda yashayotganlar hujjatlarni tartibga keltirib qo'yishlari kerak. 5-si nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng muhim narsa muddat. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi. Ayrimlari esa qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Agar qayta tibbiy ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, bir kishi 2 guruh nogironlik bo'yicha nafaqa oladi, lekin tibbiy komissiya muddati 5 oktyabrda tugagan. U keyinroq boraman deb yuradi. 10 oktyabrdan keyin tizimda huquq muddati tugagan ko'rinadi. Natijada to'lov chiqmaydi. Keyin u komissiyadan o'tadi. Hujjat tiklanadi, lekin vaqt va asab ketadi. 6-si ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu qonundan taqiqlangan emas. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordam turlari ishlayotgan yoki ishlamayotgan holatga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam ishga kirganini bildirmagan bo'lsa, bazalar solishtirilganda savol tug'iladi. Men bu yerda pensiya olib qo'yiladi demayapman. Lekin ayrim imtiyoz yoki qo'shimcha to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 7-si vafot etgan qarindoshi nomiga pensiya kelayotganini vaqtida xabar qilmagan oilalar. Bu juda nozik masala. Ba'zan odamlar yomon niyatda emas, hujjat ishlari bilan ovora bo'lib, bank kartada pul qolganini bilmaydi. Lekin pensioner vafotidan keyin uning nomiga kelgan to'lov qonuniy muammo tug'dirishi mumkin. Keyinchalik bu pul qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun yaqin inson vafot etgan bo'lsa, FDYO hujjati, o'lim guvohnomasi va pensiya bo'limiga murojaat masalasini kechiktirmaslik kerak. Men vaziyatni yanada aniqroq tushuntirish uchun bir nechta misol keltiraman. Birinchi misol. 62 yoshli onaxon har oy 910 so'm pensiya oladi. U 2 yil oldin ID karta olgan, lekin pensiya bo'limiga bormagan. Bank kartasi ham eski pasport ma'lumotlari bilan ochilgan. Bir kuni pensiya kechikadi. U bankka boradi, bank bizda karta bor, lekin ma'lumotni yangilash kerak deydi. Pensiya bo'limi esa ID karta nusxasi, ariza va bank rekviziti olib keling deydi. Onaxonning o'zi yurishi qiyin. Agar farzandlari buni oldindan tekshirganda bir kunlik ish bilan muammo yopilardi. Ikkinchi misol, otaxon 20.600.000 so'm pensiya oladi. Qo'shimcha ravishda dori uchun yordam ham oladi. U bir muddat Rossiyadagi o'g'lining oldiga ketgan, bank kartasi qizida qolgan. Bunday vaziyatlarda qonuniy tartib juda muhim. Kim pulni olmoqda, ishonchnoma bormi? Pensionerning o'zi hayotmi? Qaytib kelganmi? Yashash joyi qayerda? Agar tizimda shubha paydo bo'lsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Bu odamning pulini olib qo'yish degani emas, lekin tasdiqlash talab qilinadi. 3-misol. 7-2 yoshli pensioner kommunal to'lov uchun subsidiya yoki ijtimoiy yordam ham oladi. Uning uyida ro'yxatda 5 kishi turadi, lekin amalda 2 kishi yashaydi. Ba'zida esa daromadlar boshqacha ko'rinadi. Ijtimoiy yordamlar qayta tekshirilganda oilaviy tarkib daromad masalasi chiqadi. Pensioner men yolg'iz yashayman deydi. Tizim esa ro'yxatda 5 kishi bor deydi. Shuning uchun ro'yxat yashash joyi. Mahalla ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi juda muhim. 4-misol. Bir ayol boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Farzandi 15 yoshga to'lgan, lekin kollej yoki oliy ta'limda o'qishi bo'yicha ma'lumot vaqtida taqdim etilmagan. Natijada nafaqa to'xtashi mumkin. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma bilan huquq davom etishi mumkin. Lekin ma'lumotnoma topshirilmasa, tizim 15 yoshga to'ldi, huquq tugadi deb ko'rsatish ehtimoli bor. 5-misol, bir pensionerning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, lekin ba'zi hujjatlarda eski familiya qolgan. Pensiya hujjatida bitta yozuv, bankda boshqa yozuv, Faraday bazasida 3-yozuv bo'lsa, bu ham to'lovda muammo tug'diradi. Bitta harf farqi ham ba'zida tizim uchun katta farq. Masalan, Shukurova va Shukurova bir xil ko'rinsa ham, ayrim yozuvlarda apostrof, bo'sh joy yoki lotin kiril farqi muammo beradi. Men alohida ta'kidlayman.
hamma pensionerning pensiyasi to'xtaydi, hamma puldan ayriladi degan gap noto'g'ri. Agar hujjatlar tartibda bo'lsa, pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar mos bo'lsa, odam o'z pensiyasini odatdagidek olaveradi. Davlat pensiyani bekor qilish uchun emas, hisob kitobni tartibga solish uchun tekshiruvlarni kuchaytiradi. Shuning uchun vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Men har doim shuni aytaman. Pensionerning hujjati uyda sandiqda yotib, chang bosib turmasligi kerak. Pensiya hujjatlari tirik jarayon. Pasport almazsa, karta almazsa, manzil o'zgarsa, oilaviy holat o'zgarsa, nogironlik muddat tugasa, bularning hammasi tegishli idoralarga yetkazilishi kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilgani bilan huquq yo'qoldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Hujjat to'g'rilangach qayta tiklanadi. Masalan, karta yopilgan bo'lsa, yangi karta ochiladi. Pasport ma'lumoti yangilansa, baza to'g'rilanadi. Nogironlik komissiyasi tasdiqlansa, to'lov davom etadi. Muhimi odam vaqtida murojaat qilish kerak. Ikkinchi jihat, og'zaki gapga ishonmang. Bank xodimi, mahalla vakili yoki tanish odam endi pensiya bo'lmaydi desa, bu rasmiy qaror emas. Har doim yozma javob so'rang. Qaysi sabab bilan to'lov chiqmaganini bilish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Agar ariza bersangiz, sizda murojaat ishchiligi qoladi. Ertaga nizo chiqsa, men borganman aytishgan degan gapdan ko'ra, ariza raqami kuchliroq bo'ladi. Uchinchi jihat, bankdagi muammo bilan pensiya bo'limidagi muammo bir xil emas. Agar pul pensiya jamg'armasidan chiqmagan bo'lsa, bank yordam bera olmaydi. Agar pul chiqqan, lekin kartaga tushmagan bo'lsa, bank tekshiradi. Shuning uchun birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Menga pensiya tayinlanganmi, to'lov ro'yxatiga kiritilganmi, pul bankka o'tkazilganmi? Shundan keyin muammo qayerda ekanini tushunasiz. To'rtinchi jihat, ishonchnoma hamma narsani hal qilmaydi. Ishonchnomada aynan pensiyani olish vakolati yozilishi kerak. Ba'zi ishonchnomalarda faqat hujjat topshirish yoki bank hisobini yuritish yozilgan bo'ladi. Bank esa pensiya mablag'ini olish huquqi ko'rsatilmagan deb rad etishi mumkin. Shuning uchun notariusga borganda matnni diqqat bilan o'qish kerak. 5-jihat, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlarning bank kartasida aliment, kredit, jarima yoki sud qarori bo'yicha cheklov bo'lishi mumkin. Qonunda pensiyadan ushlab qolish miqdori bo'yicha tartiblar bor. Lekin odam buni bilmasa, pensiyam yo'qoldi deb o'ylaydi. Aslida ma'lum qismi qarzga ushlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan hisob ko'chirmasi, majburiy ijro byrosidan ma'lumot olish kerak. 6-jihat, SMS kelmadi degani pul tushmadi degani emas. Ba'zan telefon raqami o'chgan, SMS xizmati ulanmagan, raqam boshqa odam nomida yoki bank ilovasida xatolik bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat SMS ga qarab xulosa qilmang. Bankomat, bank ilovasi yoki bank filialidan hisob holatini tekshirish kerak. 7-jihat, pensionerning o'zi bora olmasa, farzandlar mas'uliyatni oldindan olishi kerak. Juda ko'p oilalarda muammo shundan chiqadi. Ota-onaning hujjati qayerda, karta muddati qachon tugaydi, pensiya qancha, qaysi bankka tushadi, hech kim bilmaydi. Muammo chiqqandan keyin hamma yuguradi. Men farzandlarga ochiq aytaman. Ota-onangiz pensiya oladigan bo'lsa, hujjatlarni bir marta tartiblab ro'yxat qilib qo'ying. Bu hurmatning amaliy ko'rinishi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni tekshiring. Hujjat muddati, ism familiya, tug'ilgan sana, JSHSH raqami, yashash manzili to'g'ri ekaniga qarang. Agar yaqinda pasport almashtirgan bo'lsangiz, pensiya bo'limidagi ma'lumot ham yangilanganini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachon tugaydi? Karta faolmi? PIN kod ishlaydimi? Bank ilovasiga kira olasizmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, pensiya tushadigan sani kutmasdan oldindan bankka boring. Yangi karta ochilganda pensiya to'lovi shu hisobga bog'langanini ham aniqlang. Faqat karta olish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zida rekvizit yangilanishi kerak. 3-qadam, pensiya hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekviziti, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, uning nusxasi. Ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi, mahalla ma'lumotnomalari va avvalgi arizalar bo'lsin. Har bir hujjatdan kamida 2 nusxa tayyorlab qo'ying. Katta yoshli odam har safar nusxa qidirib yurmasin. 4-qadam.
Agar pensiya tushmasa, tartib bilan harakat qiling. Avval bankdan hisob ko'chirmasini oling. Pul kelganmi yoki yo'qmi? Keyin pensiya bo'limiga boring va to'lov holatini so'rang. Nega pensiyam tushmadi deb umumiy so'ramang. Aniq savol bering. Mening pensiyam oktyabr oyi to'lov ro'yxatiga kiritilganmi? Mablag' bankka o'tkazilganmi? Agar to'xtatilgan bo'lsa, sababi nima? Qaysi hujjat kerak? Shunda javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam. Ariza yozishni o'rganing. Arizada ism, familiyangiz, JSHIR, telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi va muammo aniq yozilishi kerak. Masalan, men falonchi. Oktyabr oyi pensiya to'lovim bank kartamga kelmagani sababli to'lov holatini tekshirib berishingizni, to'xtatilgan bo'lsa sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada yozing. Birini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirasiz. 6-qadam, telefon orqali aytilgan gapni tasdiqsiz qoldirmang. Agar sizga ertaga tushadi, hujjat yetishmayapti deyishsa, baza ishlamayapti deyishsa, qaysi hujjat, qaysi baza, qaysi muddat ekanini so'rang. Tushunarsiz javob bilan uyga qaytmang. Pensionerning vaqti ham, sog'ligi ham qadrli. Bir marta borganda masalani to'liq aniqlab kelish kerak. 7-qadam, nogironlik bo'yicha nafaqa olsangiz. Tibbiy hujjat muddatini darhol tekshiring. Qayta ko'rik sanasi yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Poliklinika, tibbiy komissiya, elektron yo'llanma, analizlar, xulosa bularning hammasi vaqt oladi. Bir hujjat yetishmasa, jarayon cho'ziladi. Shu sababli kamida 1 oy oldin harakat boshlagan ma'qul. 8-qadam, ishonchnoma bilan pensiya olinadigan bo'lsa, notarius hujjati qayta ko'rib chiqing. Amal qilish muddati tugamaganmi? Vakilning pasporti yangimi? Pensiya olish huquqi aniq yozilganmi? Bank aynan shu ishonchnomani qabul qiladimi? Agar pensioner yura olmasa, ayrim holatlarda notariusni uyga chaqirish imkoniyati borligini ham so'rab ko'ring. 9-qadam. Oilaviy ro'yxat va yashash manzilini tartibga keltiring. Ayniqsa qo'shimcha ijtimoiy yordam, subsidiya, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam yoki boshqa imtiyozlar bo'lsa, ro'yxatda kimlar turgani, ularning daromadi, amalda kimlar yashashi muhim bo'lishi mumkin. Mahallaga borib ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshirtiring. 10-qadam, shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya muammosi chiqqanda firibgarlar faollashadi. Kimdir pulingiz to'xtab qolgan, kartangiz raqamini ayting. SMS kodini yuboring. Men pensiya bo'limidanman deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kod, bank karta PIN kodi, karta orqasidagi raqamlarni aytmang. Rasmiy idora bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Muammo bo'lsa, o'zingiz bankka yoki pensiya bo'limiga boring. Men yana bir bor hujjatlar ro'yxatini aniq qilib aytaman. Pensioner yo'lda yoki uyda tartibli holatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi va rekvizitlari, telefon raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, ishonchnoma bo'lsa notarial hujjat, mehnat faoliyatiga oid eski hujjatlar bo'lishi kerak. Farzandlar esa kamida qaysi bankdan pensiya olinishi, karta muddati, pensiya miqdori, pensiya bo'limi manzili va mas'ul telefon raqamini bilib qo'ysin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, buni ham kechiktirmang. Yo'qolgan hujjatni tiklash ba'zan bir necha kun, ba'zan bir necha hafta oladi. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lib qolsa, vaqt ketadi. Pensiya to'lovida muammo chiqqanidan keyin hujjat qidirish eng noqulay holat. Men bu masalada eng muhim sabab-oqibat zanjirini ko'rsatmoqchiman. Sabab ma'lumotlar elektron bazalarda mos kelmaydi. Oqibat to'lov tekshiruvga tushadi. Sabab karta muddati tugagan. Oqibat pul pensionerga yetib bormaydi. Sabab nogironlik qayta ko'rgi vaqtida o'tilmagan. Oqibat nafaqa vaqtincha to'xtaydi. Sabab ishonchnoma noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Oqibat bank pul bermaydi. Sabab qarz bo'yicha ijro hujjati bor. Oqibat pensiyaning bir qismi ushlanishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Bu muammolarning ko'pi oldindan tekshirsa hal bo'ladigan masalalar. Shuning uchun men pensionerlarga ham, ularning farzandlariga ham shunday maslahat beraman. 10 oktyabrni kutib o'tirmang. Bugun hujjatlarni tekshiring. Bank kartasini ko'ring. Pensiya bo'limiga telefon qiling yoki borib aniqlang. Ayniqsa oxirgi oylarda pasport, manzil, bank, nogironlik, ishonchnoma yoki oilaviy holatda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, albatta harakat qiling. Xulosa qilib aytsam, 10 oktyabrdan keyingi eng katta xavf pensiyaning butunlay yo'qolishi emas, balki hujjatdagi xato. Bankdagi muammo yoki bazadagi nomuvofiqlik sababli
pulning kechikishi va odamlarning ovora bo'lishidir. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u odatdagidek pensiyasini oladi. Kimda eski pasport, tugagan karta, muddati o'tgan ishonchnoma, yangilanmagan manzil yoki tibbiy hujjat bo'lsa, hozirdan tekshirish shart. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz eshitib qo'ymang. Ota-onangizdan, qo'shningizdan, mahallangizdagi yolg'iz pensionerdan so'rang. Kartangiz muddati tugamaganmi? Hujjatingiz joyidami? Pensiyangiz qaysi bankka tushadi? Ba'zan bitta savol katta muammoning oldini oladi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarda shunday muammolar bo'lyaptimi? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Bank yoki pensiya bo'limida qanday talablar aytilyapti? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ogohlantirishni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensionerning haqqi vaqtida to'liq va ortiqcha ovora qilmasdan yetib borishi hammamiz uchun muhim.